Do'stim, bilaman. Damas mashinangiz bor, seplinasi og'ir. Bu so'rib oyoqlaringiz og'rib ketdi. Karzinka periyadan almashtiraman deb o'ylanib, 500 ming, 600 mingni qamab o'tiribsiz. Bunda hozir men sizga shu zo'r yechimni ko'rsatib qo'yaman. Bir tiyin hisoblamangiz faqat sizga kerak bo'ladi bitta 14 kulch. Mabodo bu videoni saqlanib qilib, sizga o'xshagan qiynalgan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz maza qilib olishadi. Ayniqsa hoji akalarni seplinalarni to'g'rilab bersangizmi? Bunda kerak bo'ladi bizga mana bitta 14 kulch. Mana shu aslidagi gazini shunday bo'shatib qo'yasizda. Seplina suv bo'lib oqadi-yu do'stim. Endi do'stim, ko'p o'ylanib o'tirmay, mana shu shtiqingda gazini bosib ishga chiqish kerak endi. Bu videoni saqlanib qilib do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.